Sahnimizde İtot çolpanlarımızdan Yalqın Qurban, Balı kızlarının quruluşida İtot imtihan. Merhamet. Numarını kelganda so'laymiz. Televizorda eni uqtirdiq bo'lmasa, o'qigan bo'lsin, tarbiyalangan bo'lsinlar. Hammasimi kelgan, hammashmisimi kelgan, yeshimi kelgan, qarisimi kelgan. Nechinchi numaraga keldi? 7-numar. Oh! 7-numar. Oh! Ha? Voy, Ne chaqırdingizmi? voy 7-numar desam, do'ng'oq chigidek egilib keldingizku. O sog'liqimni agar 1-numar degan bo'lsangiz, harbiy taklif keltirdingizmi? Shundala. Keling, o'tiring. Rahmat. Yo'q. Qarabay turib o'tirib shu ekanman. Ha, o'tiring. Ha, ma'qul. O'tirib qoldingizmi? Qani bo'ldi? Siz imtihon beramsiz yo? Kelgandiki beramiz endi. Voy, bu sheriklashib berdigandek beramiz deysiz-ku? Qanaqa ba'zi yerlarda siz menga men siz yordamlashib banda qilishamiz. Ha, ma'qul. Qarang. Ha. Biz diktorlikqa odam qabul qilamiz. Doktorlikqa? Yo'q, diktorlikqa, riyosatchilikka. Ha, diktorlikqa. Ha. Ismingiz nima? Ismim Dehqonboy. Ya Dehqon, ya Boy dang. Voy, fikr Dehqonboy bo'lsa bo'lmamdi ekan. Dadangiznikini qo'shib taqaymiz. Ha, dadamning hayot, Dehqonboy hayot. Dehqonboy hayot. Yetmez. Yashim 76. Hey, siz qanday 76 chiqsiz? O'zingiz boyatdan dadangizga qo'shatdi dedingiz, qo'shib etdim. Qarang. Ha. Ismingizga qo'shsiz, yashingizga qo'shmaysiz. Ha, mandadan. Unda vas mening o'zimning shaxsiy yashi 30. Voy, meni onam tug'gan, onam meni qilibdi. Voy, yanimizda onamiz tuqqan, hech kimning dadasi tuqqani yo'q. Ha, rostadimiz tug'olmaydi. Anda vasa. Ha, Beijingga 32. Yosh. Qanchalik o'qigan? Shu ma'lum maktabdan 50 o'qib ketdim. Voy, nechinchi sinfni bitirgan deyapman. 4, 5-nimi, 6-nimi ishlab bitirdim va. To'y qilganmi, qilmaganmi? To'yni qilgan desam bo'ladi, qilmagan desam bo'ladi, ikkisini o'tirishtirib bir nima paraklik qilib baqqan. Bo'ldi. Imtihonning qoida tuzum talablarini tafsiliy o'qidingizmi? Ha, yozib hammani o'qidim. Undaq bo'lsa siz nima ish qila olasiz? Hammani qila olasiz. Ha? Hammani qila olsangiz, undaq hissiyatli qilib bir narsa o'qib boqamsiz? Yama hissiyatli qilibmi? Ha. Mayli. Ma'qul, o'qitma. Daftar lozimmi? Yo'q. O'zimning ijodatlari bor. Ha, o'qitmaymiz. Boshlaymanmi? Boshlang. Rahmat. Hamsi boshladimi? Boshlang. Rahmat. Hissiyatni bermay turing. Ah, sening onang. Voy, mening onam. Hammamizning onasi ulug' inson. Chiqmagan og'zimga hamshak solgan onamsiz, ketib qolding qabranga, qilib qilsam yanamsiz. Hey. Ha? Ay, bu she'rmi, nasrmi? Bu nima bu? Vosh. Ha, bu nasriy she'r. Boshqalari bormi, yo'qmi? Ha. Mana bu ta'turi nasriy she'rini vaqtib qo'yma. Ma'qul, o'qitma. Ta'turi. Ma'qul. Boshlayman. Boshlang. Men choponni sanmaydim. Chopon meni salvetdi. Men xotinni olmaydim. Xotin meni ilvetdi. Ha. Bo'lmadimi? Bo'ldi. Ha? Bo'ldi. Rahmat. Yana bormi, yo'qmi? Bor. Mushu men yaqiningizga qarang. Mushu maqol tamsil she'rlarni hozir zamonga moslashtirib o'zgartiryapman. Ijodiyat qilib. O'qib boqaymi? Ma'qul. Diktorda. Ma'qul. Akilga xotingiz berib turib. Diktorni bir dori yutak. Boshlang. Ha. Benim bayadır ilhamım deb qilib ish ko'pda she'r yozganimni o'qib o'taymi ya? Ma'qul. Hozir yozgan. Ma'qul. O'qiyamsiz, ha? İtot yazdım bag'ishlab partiyaning sha'niga, bir biletga kuch yetmay chiqib olding saniga. Ha. Şoförda bilet 10 tal, bovanda bilet 10 tal.
uyun qo'ysa tegnaydi, pastdan belirtib bir tal. Xil uvalchilik kuchiga o'xshamamsiz. Endi ijodiy she'rimni o'qiray. Zamonlar o'zgartganlar, ha? Atishning bozorida qator do'kon bor. Suyishmali yosh bolalar faqirishar do'kon bor. Hozirgi yosh bolalarning buruqlardek ta'mi yo'q. Ajrashmali yosh bolalar ikkinchi xotinning ta'mi yo'q. Nimlarni deb jirisiz? To'xtang. Yarimning nima ishlari, mas qo'l silishlari hech kishiga o'xshamas, olisiga sal o'xshaydi. Haq bilib sayraga chiqsang, qalchi dastan men bo'lay, hamma xalqni ko'rsanda uydan chiqmay jim yetib ol. Obrigim seni bor deb bir baland o'ynayman, 5 minutga chiqmay qolsang, uyga kirib uxlayman. Bularga endi qara. Bu quruq maqol tafsirlar bor, oshini o'zgartirib, xanaga boslashtirib. Uxlayman. Uni anglab boqay, ammo tezroq bo'ling. Bo'ldi. Vafo qilsang, vafo ko'rgaysan, juma kunda navo ko'rgaysan. Olim bo'lsang, olam seniki, dadang o'lsa, pul seniki. Qiyin ish yo'q olamda, dadasi boy odamga. Shiraf tutqandan yoch pul yaxshi. Kafir bo'lib hukumatning maoshini olgicha, nomrod dehqon bo'lib partiyaning debosini ol. Qarang, bu shu qarang. Men yana bu shu har xil naqshlarni bilaman, har millat naqshlarni. Ha. Otish chiqashgacha. Shungoch chatqalcha, duqtoch rabobchi, har xil naqsh bilaman. Bu boda men diktorlik qabul qilsanglar, xatlar naqshtalab qilsa, nahmalar qilsa o'qiraman. Bo'ladi. Misol keltirib unda olsa. Masalan deyli. Masalan. Bir vafosiz o'g'il alis hayot chig'ida bir jin go'sht yeb qo'ymay, o'lgandan keyin 50 kun naqd tutilib, naqshtalab qilsa, men shu naqshlarni bushlashni o'qiraman. Qarab turing, ha? Canım ana, canım ana, ecrin tula yadımda. Koş. Aklını mı ite? Yine karan. O oğul anısı hayat çığıda beqivanmay. Tugab ketgandan o'zini vafodor o'g'il ko'ksiz uchun mushnaqshini talab qildi-da. Ashunda bola jiq qarang. Jahon buzilib ketdi. Yana qarang. Mush amali. Mush menimizni bir bola bordimi? Xotini 3-bolasini qiz tug'ibdi-kan. Hamma bolasi qizdan uni. Shuni ular ochiq kelib xotini qattiq urib pullabdi. Qochib kelib she'r yozibdi, she'r. Voy, nemish quribdi? Shu qiz tug'dingda. Qanday she'r yozdim? Anlab baksam bir ayolning dardini, qiz tug'dim deb eri uni uribdi. Ming ta'sirda qizni tuqqan bu ayol qanzar yig'lab bir bulongda turibdi. O'ylab beqinglar qizni topgan erkirib, ayol uni tug'ib bersa gunohmi? Qiz tug'dim deb ayolni o'g'an shu erga o'g'ilni sen tug'ib bersa gunohmi? Rastaysiz. Voy, bu akish degan-ku, og'iz bo'yatgan bilan tug'olmaydi bo'lmasa. Tug'olmaydi? Tug'olaysanmi? Hey. Ağzınızı jimong, men taq to'y qilmadim. Ya keyin deyman, keyin. Keyin bizga bular. Qarang. Boshqa alaydiligimiz bormi yo'qmi? Qo'yam. Shuni demoqchi edim. Xudo bo'lsa, boshlay, ya. Boshlang. Qirg'iz naqshdan boshlang. Ma'qul. Kep benim vardır dolumda, düşmanlar köptür yolumda, ben seni vay alay desem, pulca kolumda. Yana, Tacik'te nakşı var. Sevzin aradım değme imanım ey, ateşe meydanım canım ey, postmak reistarım vay beşim yatım ey, kaçan gideceğiz senin dedin ne tatım ey. Hey, bu Tacik'te nakşı mı o Tacik'te mi? Işkılıp, aşılca. Yana, Hanzuce. Mama yo mama, çınaydı mama, o ecun goşu. Uy, unutup kaldınız mı? Aferin mi? Oldu, başka uyutun ha, başka. Bildim, unutup kaldım ben. Uygurca. Küzümün sepsem pate, asli sen kimlerini anzade. Hey, vay bu qanday Uyg'urcha naqsh bo'ladi? Uyg'urcha mı? Voy, bo'ldi qilgan bu qanday Uyg'urcha naqsh bo'ladi? Ülüşkene bir toyga barsam yosh bolalar Uyg'urcha deb boshda o'qishni sektib ketdim shunda. Voy, qarang.
Biz ma temidan bek chetnab ketdi. Ha. Biz riyosatchilikka diktorlik adam qilib qabul qilamiz dedim-ku. Ha. Mush temiga yaqin bir e'lon ya kerak manda bir. To'xta. Ha. Men rasmiy diktorimni o'rab e'lon o'qib boqay. Ulamda? Ma'qul. Xotirni berib turib, qarab qo'y. Tezroq qiling. Ma'qul. Başladı. Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchi yo'ldoshlar. Hozir e'lon olamiz. Qasamiyat doktorxonamiz amiringizni qurtib o'taman degan va'dasi chiqib turib, ha? Shunda va'da qilib qarang. Ha. Qiz cho'kan yigit mo'maylarga saqiyar barqiliq do'risini yasab bozor soldi. Bu do'rning ilojligi. Bu do'ra bu vaqtlardagi ustini tashlash, kalustini boshlash, o'zi siyanmaslik, kechini ko'ranmaslik, gapini deyanmaslik, kiyimini kiyolmaslik, yaxshilarni bilolmaslik, oyoq iz bilanmaslik, oyg'ini etanmaslik, yushlik etanmaslik. Bo'ldi qiling. To'xtang. Yosh bolalardagi to'lg'inib yotolmaslik, pul topolmaslik, azali qilmas topolmaslik, shtonlash, yoki terlash, tugumin ta'bir etish, urush qatayaqlab ketish, og'rig'anda dum etish, quruq bo'lni chiqitish, xushalliqda kulib ketish, qirg'anda o'lib ketish kesildi. Ey, nimdab jo'lyapsiz? Voy to'xtang, e'lon degan shunda bo'ldi. Voy, o'chirib saqlanib qollar, jiq tezroq qiling. Tursiz. Ekilgan. Ishga qoldi. Yana qiz bolalardagi ishtakoyda kishi kelish, 7-3 qatim tug'ilgan kun qilish, chechini bo'g'anmaslik, ha? Devordan kelanmaslik, kimga tegishni bilolmaslik, uzun ko'ylak kiyolmaslik, osonlik oldirib qilish, turmushini o'zi qamdayamaslik, dodil olg'i chamdayamaslik, yosh bolalarni oldayamaslik, qafani chaktirish, chachni kestirish, burnini tashtirish kesildi. Voy, mo'maylardagi bolalarga boqolmaslik, uzunga mang'anmaslik, yog'oqni chaqolmaslik, kechda yotolmaslik, qaqoqlab kulanmaslik, xotirjam uylanmaslik, o'zini xarob qilish, bolalarni qo'li xarob qilish, bolalardan zorlanish kesildi. Hayvonotlardagi voy bo'ldi. qarang, bu doktorxona bu hayvonlardan boshqa turibdi. To'xta. Bo'lganmiz. Hayvonlardagi yeymandigini yemaslik, daymandigini deyemaslik, kiymandigini kiyolmaslik, barmandiga yeriga borolmaslik, yaxshi ko'rganini ololmaslik, to'yda muddik chaldiranmaslik, qo'saqchi bolalarni oldiranmaslik, to'yliq silib teganmaslik, g'aybat qilolmaslik, o'z ko'ngli xo'sh etanmaslik, o'tandan beri ketanmaslik, boshqa atsin, o'saqni atsin, yenim atsin, kasim atsin kasallarda pulni ustiga bayrab bog'ichi davolaydi. Bo'ldi. Bo'ldimi? Bo'ldi. Adresini deyisangiz ham bo'ladi. Uni men so'z berib turman. Ma'qul. Bulandiki? Ha. Men o'tdimmi? O'tgandimi? Yo'q. O'tib ketdimmi? O'tgandimi? O'tmadingiz. Nimishqa? Chunki siz diktorlikqa, riyosatchilikka mos kelmaydi ekansiz. Qanday mos kelmaydi ekanman? Qarang. Biz diktorlikqa 5 a'zoyi sog'. Nervisi joyida, chiroy kelishganlarni qabul qilamiz, istaklarni qabul qilmaymiz. Voy, sinimqa. 5 a'zoyi sog' kelishgan? Meni masala nishatib ketganman. Nimaga Bo'ldi. Ey. Voy, chiqmasangiz o'zim chiqay. Hopimman. Amma chiqdim dema qanam qan, achchig'im kelib qoldi meniki. Bu sizning shaxsiy uyingiz emas, hukumatning ishlarisi bor. Tursam turmay chiqsam chiqma. Qanda. Ana. Mashina. Men talabga uyg'un kelish uchun cho'qim internetni o'timi deb 15 kunlar xudolik qo'yib tegaman ekan. To'xta. Bayata anglab qoldim, o'zining bu eri yo'q ekan. İşki yermişim dep bakma. Bak bakar dep kalsa aşık alam demeye tekme. Oy Hanımxan. Oy Hanımxan.